Navbatdagi mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan Gentra. ABS luk hamma narsasi bor, kraskalar toza, avtomatik korobka. Mashinamiz polностью shumizolyatsiyalar qilib qo'yilgan. 4 ta yangi charmxo balonlarda. 10 oy tayyorlovka rashinasi bor. Eshiklarni ham ko'ringlar. Вообще ideal ekan. Salonlari laminatsiyalar qilib qo'yilgan. Chista turibdi salonlari ham ideal. Malibu bar 908 mejigar pult. 22.000 kilometr Malibu rullari bor. Dizellarni ham ko'rsanglar, kam probegli o'zi bittada bilinadi. Xo'p, to'liq obzor qilib beraman. Bagajlarni ham ideal bo'lib turibdi. Ko'rsanglar. Zapaskalar tushmagan hali. Video registratorlari ham bor, orqa rakursdan ko'rinishlari. Mashina ideal. Kim olsa ham baraka topadi. Kam probegli Gentra so'rab yurgan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Mashinamiz tan narxi 188 million so'm, avtokreditga eng minimal 34 million so'm boshlang'ich to'lov bilan chiqarib beramiz. Hamma dokument rasxodlari ichida, kerakli hujjat bitta pasport, 5,5 million oylikdan chiqib turibdi. Naqdga savdosi bor. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Murojaat uchun nomer qoldiramiz. Telefon qilib yana ham batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.